ko'ra olmadim. U qanday hujum qilganini ko'ra olmadim. Ammo men bu hujumni bashorat qila oldim. U menga to'liq tegmaganining sababi qo'limda teshik paydo bo'lishini bashorat qila olganim bo'ldi. Sal-pal bo'lsa-da hujumlardan qochib tura olaman. Gold Experience'ning katta kuchga ega ekanligi aniq endi. Ammo bori shu, u atiga ozgina kuchaydi xolos. Bu albatta xavfli, ammo men hali ham oldindan ko'ra olaman. Bu meni eplolmaydigan ish emas. Taqdir meni dunyo uzra turuvchi qilib tanladi. Men barcha xavflarni yengib chiquvchi qirolman. O'zingni hamma narsani biluvchi qilib tutma, Jorno Jovana. Sen hali o'limingni afsuslanishga ham ulgurmaysan. King Crimson. Vaqt mendan boshqa barcha uchun o'chib ketur. Ko'ryapman. Next'ning harakatlari. U nima qilmoqchiligini to'liq ko'rib turibman. Endi bu ablihlarning nima qilmoqchiligini aniqlay olaman. Bu Gold Experience'ning harakatlarini to'liq to'xtatish kerak. Hatto bir necha soniyadan so'ng vaqt to'liq yurishni boshlagandan keyin ham sening ko'zlaring hech qachon na meni va na King Crimsonni ko'ra oladi. Haqiqatning cho'qqisi mening qudratimda. Men g'olibman. Atiga bir necha soniya tezkorroq bo'lganim uchun bashoratimga ko'ra uning yuragini to'liq teshib o'ta oldim. Kelajak King Crimson tomonidan tanlanadi. Va tamom! Bu nimasi? Nahotki bu vaqtni orqaga surish Requiem'ning kuchimi? Yo'q. Barchasi o'z holatiga qaytayapti. Lekin bashoratim mening foydamga ko'rsatyapti. Bunga nima deysan, Jorno Jovana? Bu nimasi? Men nimani qarayapman? Tush ko'ryapmanmi? Bu qandaydir illyuziyami? Yo'q. Bu haqiqat bo'la olmaydi. Kesilgan vaqt ishlari harakatlana oladigan faqat menman-ku. Bu Requiem. Sen hozir ko'rayotganing bu aniq haqiqatdir. Sen hozir kuchlaring paydo qilgan harakatga qaramoqdasan. Ammo sen hech qachon bo'lishi kerak bo'lgan haqiqatga yetib bora olmaysan. Mening yo'limni to'sgan hech kim yetmas. Qanday kuchga egaligidan qat'iy nazar, bu Gold Experience Requiem'ning qudrati. Buni hatto meni boshqarayotgan Jorno Jovana ham bilmaydi. Jorno Jovana, sen hali o'limingni afsuslanishga ham ulgurmaysan. Nimalar deyapman? Men boshidan beri qimirlamagan ekanman. Men ko'rgan bashorat bu bo'lishi aniq bo'lgan haqiqat. Yengilmas King Crimson'im g'alaba tomon intilishi kerak. Sen endi hech qayoqqa keta olmaysan. Ya'ni hech qachon haqiqatga yetib bora olmaysan.
Sen iflos ablah! Bu Jojoning qoyilmaqom sarguzashtlaridan bir parcha edi. Kalamdagi ovozlar kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Barcha ishlar Shudguk Prime King tomonidan qilindi. E'tiboringiz uchun rahmat.